Assalomu alaykum aziz muxlis. Show Business Uzbek kanalimizga xush kelibsiz. Barcha yangiliklar va show biznes olamidagi so'nggi videolar kanalimizda joylashtirilib boriladi. Assalomu alaykum ahli Instagram, assalomu alaykum barchalaringizga. Mana bu bolani video oblashenasini monster qo'yib chiqqanligini juda ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak. Kechadan beri bu bolani temasi bo'yicha monster bilan tortishyapmiz. Kecha TikTokda jonli efirda monster chiqyapti-da. Bu yigitga aloqaga chiqdim. 2 kundan keyin yordam ko'rsataman. Shunaqa. Men hali bu yigit bilan gaplashib ko'rmagan edim. Xo'p, monster yordam ko'rsatsin, Alloh rozi bo'lsin deb ishondim. Birinchidan videosini o'zida ishonmaganman, chunki ko'ryapmanki videoni. Kesilgan bu bola u to'liq videoda lokatsiyasi, joyi, adresi, nomeri hamma yog'ini aytgan. Monster jonli efirga chiqyapti-da. Bu bola bilan gaplashdim telefonda. Shunaqa bo'ldi, men 24-chисло kuni, 23-chисло kuni fevralda boraman, zakotini beraman. Polni o'zim qaramog'imga olib, bu bolani operatsiyasiga yordam beraman deb 2000 tirik ko'zlarda oldida gapirdi. Bu bola jonlida menga qo'shildi. Men savol berdim. Videosini ko'rgan bo'lsanglar, mana o'zi ham profiliga joylab qo'yibdi bu yigitning o'zini profili, mana TikTokdagi shaxsiy profili. O'zi ham joylab qo'yibdi. Yo'q aka, menga aloqaga chiqqani yo'q deb kecha aytdi. Mana bugun ishonmasanglar, mana otasi Jannatim otam masjidda ishlaydi, masjid qurilishida ishlaydi deb bu bola menga aytdi kecha suhbatimizda. Mana o'sha otasini gapini eshitdinglar. Assalomu alaykum Sardor akajon. Tinchmisiz jonim akam? Mazazur, men Dostonjonning dadasiman aka. Alloh rozi bo'lsin aka sizdan. Boringizga shukr akajon, tinchmisiz? Ana video murojaat qilib o'g'lim chiqqan sizga aka, o'shani boshini kesib ana bola nima qilgan ekan, o'zini efirga qo'ygan ekan aka, hozir o'sha bizga telefon qilib chiqdi aka, shunaqa dedi. Men dedim Sardor Ganistrakiga birinchi men murojaat qilgan o'g'lim dedim, Sardor Ganistrakiga. Boshqasiga men nima qila olmayman aka dedim. Boshqa ilojim yo'q deb aytdim aka. Bular aytdi shunaqa vaziyatda aka dedim, Sardor aka qayerga bo'lsam dedim, bitta yurtda odamlarimiz aka, asosiy yomonlagan, telefon qilib meni yomonlagan. Akajon sizga rahmat aka, yuzga kiring. Bechora otaxon mana menga bugun aloqaga chiqyapti. Mana shu bolani otasi yana bir marta ko'rsatib qo'yasizlarga. Mana shu menga video murojaat bilan chiqqan bolani otasi. Xullas, monster, savob qilish qo'lingdan kelmaydimi? Meni ishimga aralashma. Bu 20 ta insondan bittasi baxtli inson. TikTokda 22-fevral kuni ro'zani zakotini 3-kunda jonli efirimda 20 ta insonga qo'limdan kelgancha paddeshka berishga bel bog'laganman. Sen qimoringda o'yna, sen odamlarni do'zaxda o'tda qovur, senga shu yarashadi. Sen umringda birovga yordam ko'rsatmagansan, auditoriyang bilan ham. Auditoriyani faqat qimorvoz, qimorchilar, dendichilar, BMWni topshirib qo'y. Bechora musofirda yurgan musofirlarim seni lotereyangda o'ynab turib, bunday qilib o'zingni qo'shningga, o'zingni og'ayningga chiqarib berib, BMWni sotib, pulini yeyib yorgan BMWni xalqning pulini qaytarib qo'y. Muttaqam, xalqning muttaqami, sen meni ishimga aralashma. Bor o'zorodan o'yna, chik-chik-chik belloyingni biladi. Musor so'ka.